misol savdo qilyapti, hunar qilyapti, namozni aralashtirmayapmizmi? Ha, aralashtirmayapmiz. Endi namozni ham savdoda aralashtirmaylik. Ya men do'kondan chiqib joy namoziga chiqdim, jasad chiqaveradi. Jasad yotib turaveradi. Lekin fikr, qalb Xudoga bog'landimi? Nima qilayotganimizni his qilyapmizmi? Hatto bittasi aytadiki, namozni o'qib bo'ldim deydi, xuftonni deydi. Farz o'qidimmi, sunnat o'qidimmi, vitr vojib o'qidimmi bilmayapman deydi. Lekin namozlar o'qidim deydi. Hozir qaysi namoz tugatganini bilmayapman deydi. Xuftonni boshlaganini bilaman deydi. Shunda nima bo'ladi deydi. Qani tasavvur qiling. Farz tugatdimmi hozir yo sunnatdimi yo vitr vojibdimi deyapti. To'g'ri, bu bo'ladi. Biz bandamiz. Biz ojizmiz, biz noqis bandamiz. Nuqson ko'p bizda. Banda borki xato qiladi. Bitta payg'ambarimizda xato bo'lmagan xolos. Qolgan banda borki xato qilmasdan yashay olmaydi. Liboy. Lekin xato bilan kurashish shu taqvo. Hanza xato qilar ekanda faqat kayf qilib qo'ysa, xato qilar ekanda hanza tirjayib ish qilib qo'ysa, xato qilar ekanda zino qilib qo'ysa, u ish emas-da u. Din bizga shu xato qilmaslikni o'rgatadi. Vattaqulloha mastata'tum degan Xudo. Qo'lingdan kelganicha taqvo qil deydi.